Tak, biza hozir API ulashni ko'rsataman sizlarga. Mana bu yerda API keys degan joy bor. Mana API yo'q. Connect in a few clicks. Tak, mana Bitget Futures tanlaymiz. Bitgetda ishlaymiz. O'sha yerda yaxshi bo'lyapti hamma narsa, bonuslari ham bor. Mana bu hammasi turibdi. One click connection. Balki sizlarda rus tilida bo'lishi mumkin, balki ingliz tilida. Ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Accept all cookies. Bitgetga kirishimiz kerak bu yerda. Hamma o'zini pochtasini, xullas login parol qilib kirasizlar. Mana shunaqa yozuv chiqadi. То есть sizlar напрямую сразу ruxsat berishingiz mumkin. Bo'ldi, next bosasizlar. Keyin sizlarga pochtangizga, nomeringizga hamma narsa keladi. Mana shuni hammasini hozir to'ldirasizlar. Bo'ldi, ketyapti. Shu bilan tayyor. Bizani API'miz ulandi. Mana ko'rasizlarmi? Sразу chiqdi. Endi keyingi videoda ko'rsataman qanaqa qilib o'zimizni botimizni ulash mumkinligini. Так что ko'rib boringlar.